uyimizda tikuvchilikni olay desam, uyimiz domda, ob'oylarimni bolalarimiz ruchkalar bilan chizib olgan, yirtilgan, ob'oy ham kichkina, hatto bichish stolim yo'q, yerda ko'ylak bichib tikardim-da. 3 ta farzandimni tikuvchilik qilib boqqanman. Domda o'tirardik, butun mahallani ko'ylagini tikardim. Tikuvchilikda meni eng yaxshi tomonim Rossiyaga borganimizda bitta rus xotin davlat standartida andoza chiqarib bichishni o'rgatib qo'ygan va o'shandan keyin hecham meni ishim buzilmaydigan bo'lgan. Men sizlarga hozir chevarxonamni ko'rsataman. Men o'g'lim nima qilish tonlarni yechib qilib ketib bo'ladi. Yuringlar, ko'rsataman. Mana bu meni tikuvchilik xonam, chevarxonam. Bardan ochib qo'yib, oldin domda chevarxonam kichkina xonada bo'lardi. Endi men bu uyga ko'chib kelib tikuvchilikni kam qiladigan bo'lib qo'yganman. Meni eng yaxshi tomonim bu andoza asosida ko'ylak tikishni bilib olganim bo'lgan. Marg'ilonda ham qarindosh chevarlarimiz bo'lardi, semizlarga ko'ylak tikalmas edi. Men o'sha semizlarga andoza chiqarib berardim, katta andoza chiqarib berardim. O'sha andoza asosida bichib tikishsa hech qachon ko'ylak buzilmasdi. Keyin men tikkan ko'ylagim hech qachon orqaga ketib qolmagan. Ko'pchilik ko'ylak tikib bersangiz, bunday qilaveradi, ko'ylak orqaga ketaveradi, tomog'ingizni bo'g'adi. Men tikkan ko'ylak hech qachon orqaga ketib qolmagan. Xullas, men tikuvchilik qilib yurganimda rosa mijozlarim ko'p bo'lgan, mahallamizdagilar hozir ham bilishadi. Juda ham yaxshi tikkanman, lekin men o'yladim, bu bilimimni kurs qilishim kerak deb o'yladim. Sababi juda ko'p chevar o'rtoqlarim ko'ylakni buzib qo'yib olib kelishardi. Nimaga buziladi? Mana bu sath hisobini olishmasdan ko'ylak orqaga ketib qolardi. Vitichka hisobini olishmasdan ko'ylak tortishib qolardi. Yengi aylanib qolardi. Keyin o'yladim, chevarlarning og'riqli nuqtasini kurs qilishim kerak ekan deb. Va 35 ta darslikdan iborat darslik oldim. Darslikni qanday oldim? Tikuvchilik qilyapman, lekin shu g'oya menga hech ham tinchlik bermadi-da. Uyimizda tikuvchilikni olay desam, uyimiz domda, ob'oylarimni bolalarimiz ruchkalar bilan chizib olgan, yirtilgan, ob'oy ham kichkina, hatto bichish stolim yo'q, yerda ko'ylak bichib tikardim-da. Uyimizda sharoit yo'q uchun studiya kerak bo'ldi menga. Ayamlarni uyiga mashinalarimni ko'chirib olib bordim. Studiya qilib tayyorladim va o'sha paytda men telefonga olib montaj qilishlarni bilmasdim. Menga bitta mobilograf kerak bo'ldi. $500 mobilograf gaplashdim. U bola har kuni ertalab keladi. Hali nima studiyada ikkalamiz video olamiz. Men yozib olganman. Birinchi dars o'lchov olish. Misol uchun men ko'p o'rtoqlarimga, shogirdlarimga aytardimki, o'lchov olayotganingizda mijoz bilan gaplashib oling. Olib kelsa bo'pti, keling deb o'lchab olmang. Birinchi buni bunaqa fason qilib beraman. Menimcha kunda tikib beraman, menimcha so'mga tikib beraman. Kelishsiz o'lchayman deb oldindan kelishib olinglar deb muzokara o'tkazishni o'rgatardim. Chunki ko'p chevarlar klient bilan muzokara o'tkazishni bilmagan. Chunki ko'ylakni qiynalib tikib bo'lgandan keyin mijozlarni ko'p yaxshisi ham bo'ladi, ayyori ham bo'ladi-da. Maqsad pul bermaslik mijozlar ham bo'ladi. Ular ko'radi, u yerdan ayb topib turib kelishilmagan bo'ladi narxi. Xohlagan pulini berib ketadi. Keyin chevar nima bo'ladi? Ichi og'riydi, siqiladi. Sababi chevarni o'zida ayb, u boshidan kelishib olmagan mijoz bilan. Men bo'lsa har doim menga o'sha rus xotin Rossiyada rus xotin o'rgatgan edi. Birinchi o'rinda oldindan klient bilan kelishib olasan dedi. Xohlasa senga o'lchatib materialni berib ketadi, tiktiradi. Xohlamasa olib ketaveradi, og'riq achchig'i yo'q dedi. Mana shu bilimlarimni kurs qildim. O'lchov olishni, mijoz bilan muzokara o'tkazishni o'rgandim. Undan keyin ko'pchilik tikkan ko'ylagi orqaga ketib qoladi. Mana shu sath hisobini tushuntirib darslik oldim. Undan keyin odamlar hatto bitta lozimda, masalan, bozorga men borsam, meni buvam yoshligimda bunday qilib qarichilab turib lozim bichishni o'rgatib qo'yardilar-da. Bozorga borsam, lozimlarni ko'rardim-da, bunday ochib, mana og'i bo'ladi-yu, og'ini qo'ymasdan xuddi ikkita turbani bir-biriga ulab qo'yib, bunday qilib lozim tikib qo'yishardi. Uni bir marta yursangiz kichkina bo'lib qoladi, bitta o'tirsangiz og'i yirtilib ketadi.
Keyin men demak ko'p xotinlar og'zi keng yirtilmaydigan ishton tikishni bilmas ekan deb oddiy narsa shuni darslik qildim. Undan keyin yeng masalasida ko'p chevarlar aytadiki menga yeng o'rnatishni bilmayman, yengim aylanib ketaveradida nimagadir deydi, bir xil chiqmayapti dedi. Hatto bichgan ko'ylagiga mos yeng bichishni bilmasdi. Bichgan ko'ylagiga mos yengni hisob kitobini darslik qildim. Undan keyin yoni chokli shimlar, kilotlar, sho'rtiklar o'shanaqalarni darslik qildim. Undan keyin andaza chiqarishni o'rgatdim. Andaza chiqarishda boshqa bir chevarlar kurslarda reklamalar qilib 15 million 10 million so'mdan o'rgatsa, men atigi 100 ming so'mga sotaman bu darsni niyat qilib andaza chiqarishni o'rgatdim. Andaza chiqarishda o'rganib olgan chevarni hech qachon ko'ylagi buzilmaydi, buni ham aytib o'tdim. O'zidan chiqqan koketkalar, abayalar tikishlarni o'rgatdim. Hatto shu kursimda biror narsani tikib turib, reklama qilib, Instagramda, Telegramda, YouTube'da sotishni o'rgatdim. Hatto o'zim balliki kiygizib qo'yamiz. Men o'zim bir kun ro'mol o'ylab topdim, ya'ni hamma kiyib oladigan ro'mol chiqdi-yu, Markizadan, Xibdan. Menchalik kiyib oladigan ro'mol kiyib olishadi. Mana endi necha turadi, ochilib qolgan. O'sha ro'molni koftali qilib, koftaga ro'molni ulardim. O'sha koftani kiyasiz, ustidan hijobingiz kiyib ketaverasiz, maqsad tomog'ingizdan ochilib qolmaslik. Ana shu ro'molni Instagramda target yoqib turib 1,5 mingda sotdim. 150 ming so'mdan. Bundan tashqari abayalar tikib turib target yoqib sotdim. Xullas kalom, bu tikuvchilik kursi, tikuvchilik kasbi meni boy qildi. Men oldin 3 ta bola bilan oddiy 100 ming so'mdan bir kunda 2 ta 3 ta ko'ylak tikkanimda ham hech kimdan kam bo'lmaganman. Sababi hunardan hunar. Men bir kunlik pulimga ro'zg'or qilsam, ertasi kungi pulimga kommunal to'lovlar to'lardim. Uni ertasiga pulimga bolalarga kiyim usti bosh qilib beraman. Keyingi pulimga yana boshqa rejalar. Ya'ni turmush o'rtog'im ham yordam berardi, lekin o'zimning pulimga doim kam ko'zsiz yaxshi yashaganman. Va undan keyin o'sha bilimlarimni, ya'ni hammani o'zini ustunlik, afzallik tarafi bo'ladi-ku. Meni ustunlik tarafim andaza chiqarishni yaxshi bilishim va chevarlarning og'riqli nuqtalari, tikkan ko'ylagi orqaga ketib qolishi, mijoz bilan muzokara qilolmaslik, semizlarga tikalmaslik, yengni yaxshi o'rnatolmaslik, tikkan shimlarning og'i yirtilib ketishi, yana o'zidan chiqqan koketka, abayalar o'zimning g'oyalarimni, ustunlik taraflarimni kurs qilishim bo'ldi va bu kursni salkam 2000 ta odamga sotdim. Instagramda target yoqib 2000 ta odamga sotdim. Hozirgacha mana shu kursim sotuvda bor. Bu kursimda 35 ta darslik bor. Undan tashqari bu lapka. Bu 35 ta darslikdan tashqari sizga onlayn sistemada tikuvchi bo'lsangiz, bilimlaringizni kurs qilish yoki tikkan narsalaringizni target yoqib sotishlarni ham o'rgatganman. Bu kursimning narxi 100 ming so'm. Agar siz ham sotib olmoqchi bo'lsangiz, mana shu nomer bilan bog'lansangiz, sizga berishadi. Kurs sizda bu darslik doimiy qoladi. Darslik hech qatdan ko'chirma qilinmagan. Shaxsan o'zim tarafimdan olingan. Men bloger professional odam olib montaj qilgan. Bitta ko'rsangiz darslarni oson o'rganib olasiz. Bu tikuvchilik kursini olib juda ko'p qizlar o'ziga ko'ylak tikkan, katta chevarlar olgan. Bilmagan joyingizni o'rgansangiz sizga malaka oshadi-ku. Bilmagan joylaringizni o'rganasiz. Hatto bu kursni noldan hech nimani bilmaydigan chevar bo'lmasangiz ham olsangiz, o'rganib olsangiz bo'ladi. Kursimning narxi hozir ham 100 ming so'm, 3 yil, 2 yil oldin ham 100 ming so'm edi. Yo'q, aka olursinlar. Bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Hatto bu kursimda masalan mana shunaqa lapkalarni darsligi ham bor. Zamok qo'yishni darsligi bor. Masalan, qiynalib zamok qo'yadiganlarga zamok qo'yadigan lapkani ishlatish, ziborga teradigan lapka, yana haligi ikkitalik qilib buklaydigan lapkalar darsligi ham bor. Nimaga men shogirdlarimga nimani ikir-chikirigacha o'rgatgan bo'lsam, kursimda ham maydalashtirib, men sizni zeriktirmasdan shularni o'rgatganman. Marhamat, kursimga mana shu pastdagi raqamga telefon qilasiz yoki Telegramdan bog'lanasiz, sotib olsangiz bo'ladi. Darslik sizda doimiy qoladi. Shunaqa gaplar. Mana shu ustimdagi ko'ylagimni ham mana lozimi bilan o'zim tikib olganman. Yoniga cho'ntaklar qo'yib, o'zim tikib olganman. Ikkita tikkan ko'ylagim
yaqinda ham mana shunaqa ko'ylakni ancha odamlarga sotdim. Ya'ni men endi bu sedana sotaman ekanini tashlab qo'ymayman, kostyumni yaxshi ko'raman. Hatto yangini chiqarib qo'yaman. Siz ham uyda o'tirgan holda izlaning, berib turibdi andizalarni. Bolam berib tur. Mana bunaqa andizalarim bor. Bu eng katta razmerga tushadigan 68-70. Kursimda mana shunaqa andizalar chiqarishni o'zingiz o'rganib olasiz. Va bu mana uni orqa qismi. Eng katta velikan razmer. Bitta chiqargan andazangizga yeng bichishlarni o'rganib olasiz. Yeng bichishlar. Keyin aytgancha yana bitta aytib o'tay. Bu kursimda men andazalar to'plamini ham chiqarganman. Birpasda andazalar olib chiqib ber o'g'lim. Holdagi kitoblar yonida yerda turibdi. Tezda olib chiqib ber. Iltimos. Men yana mana shu bilimingizdan foydalaning. Doim bilimingizni nimagadir aylantiring. Masalan, men bilimlarimni pulga aylantirganman. Shu darslikda 35 ta darslik oldimmi? Darsligimni sotaman. Target yoqib sotaman. Telegramda gapirib, Instagramda gapirib sotaman. Shu kungacha kam bo'lganim yo'q. Va andaza chiqarishni bilamanmi? Hamma andazalarni oldi, orqa, yengi bilan chiqarib, hammasini. Hozirda 600 ming so'mdan andazalar to'plamini ham sotaman. Siz ham qilasiz. Andazalar chiqaring, ularni bitta qog'ozga joylang, ularni gapirib soting. Hech yo'q bitta lozim tikib sotsangiz ham qancha sizga daromad bo'ladi. Men tikuvchilik qilib o'tirganimda bozordan 8 ming so'm, metri 8 ming so'mda laxtay materiallar olib kelardim-da, shtamplar. Xo'p. Stop qilma. Doimiy olmayman. Xudoga rahmat o'g'lim. Men o'sha tikuvchilik hozir topib beraman, video olib olib. Men tikuvchilik qilayotganimda bozordan shtampl materiallar olib kelardim-da, laxtay. O'shalardan 50 ta lozim tikib qo'yardim ayollarga. $100 ko'ylak kiyadiganim ichidan bitta shtampl ishton kiyardi. $100 100 ming so'mga ko'ylak kiyadigan ham ayol kishiga borki, ishton lozim kerak bo'ladi va o'sha lozimlarni kelgan klientlarimga sotardim. Xo'jayinim orqasidan Shahmardonga borsa, ejalariga sotardim. 50 ming so'mdan sotardim. 8 ming so'mlik lozim. Bunday ko'rsatardim-da, eja qarang, mana og'i yetilib ketmaydi. Pishiq puxta tikilgan turib 50 ming so'mdan sotardim. Cho'ntashi sumkamga savolardim, bolamni ko'tarib Shahmardonga borganda bitta aylanib 20 ta, 15 ta lozim sotib qo'yardim. Nima demoqchiman? Har doim qalbdan istagan odam qila oladi. Mana bu meni andazalar to'plamim. Siz meni 100 ming so'mlik kursimni olsangiz, sizdan shunaqa andazalar chiqarishga o'rganib olasiz. Agar chiqarishga aqlingiz yetmasa, mana menda 600 ming so'mdan sotib olsangiz ham bo'ladi. Hozir men sizga ko'rsataman buni. Mana hamma andazani chiqarib qo'yganman. Buni kesib olmaydi olgan odam. Sababi kesib olsa bu yo'qolib qoladi. Qarang, eng katta razmer 68-70 gacha oldi, orqasi va yengi bilan. Mana yerda Burda jurnalidan olingan, men Rossiyada o'qiganman deyapman-ku, yoshligimda Burda jurnalidan olingan vitichkasiz erkin asosi bu. Shunday qo'yib razmerlargacha qo'yib qo'yilgan, qiyib olib ulasangiz sizga tayyor hech nuqsonsiz ko'ylak chiqadi. Bundan shortiklar, kilotlar, yonichoqli shim tiksangiz bo'ladi. Bular yana qaysidir razmerlarda yengi o'rnatilgan. Mana bu yerda 44-42 razmer, oldi orqasi 46-48, 50-52, 54-56, 58-60. Mana shunaqa razmerlarda andaza chiqarganman. Siz ham qila olasiz. Ataga 100 ming so'mga kursimni sotib olsangiz, andaza chiqarishni ham o'rganib olasiz. Sotuv qilishni ham o'rganib olasiz. Tikuvchilikni ham o'rganib olasiz. Tadbirkor bo'ling. Tadbirkor bo'ling. Hasad emas, havas qilish kerak. Men masalan hamma ishda tadbirkor bo'lishni yaxshi ko'raman va Xudodan har doim ey Xudo menga g'oya ber, deyveraman. G'oya ber, deb Xudoga shukr, g'oyalarim tiqilib ketgan.
Xudo xolasa buni raddomdan chiqishga qilaman. Bu juda ham uzun va katta. Perezelka qilib yubkasi ham bor. Mana. Buni qo'qonlik meni ham pastga berib yuborganlar. Men bo'yim pastlik uchun buni perezelka qilib kiyaman. Videoim sizga manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Videodan maqsad izlanishingizni, teg o'tirmasligingizni targ'ib qilish va agar sizga tikuvchilik kursi kerak bo'lsa, kursimiz sizga tavsiya qilishdi. Kursim haqida batafsil ma'lumotni aytib o'tdim. 35 ta darslikdan iborat. 0 dan boshlab o'rgansangiz bo'ladi. Chevarlarni, barcha chevarlarni og'riqli nuqtalariga yechim berilgan kurs. Narxi 100 ming so'm. Pastdagi nomerga yozasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.